Gitding-yu, senga hech kim qaramaydi. Maktabda ham g'irt ikkisisan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi deb o'rtoqlarim ustimdan kulishadi. Oxirgi paytlar ularning gapidan juda ham xafa bo'lib ketyaptim. O'zimni yoqtirmay, o'zimni ayblashga tushdim. Yoshim 15da 8-sinfda o'qiyman. 8-sinf qiziga yigit nima kerak deb qolaman ba'zida. Ishga keladigan bo'lsak, umuman o'qishga qiziqmayman. Tan olib aytaman, shuning uchun maktabda yaxshi o'qiy olmayman. Instagramda o'tirgan paytim Reels'imdan sizga videoyingiz chiqib keldi. 30 minglik chegirmali kursingiz bor ekan. Shartda o'qiy olmasam hunar o'rganaman deb srazim yig'ib qo'ygan pullarimdan sizga to'lov qildim. Va bir haftaga qolmay 10 son diademalarni ko'zimni yumib yasaman. Hozir o'zim shaxsiy blogimni ham yuritmayman. 100 ta obunachi ham yig'dim. Hozir o'sha meni yomon ko'rgan o'rtoqlarim orqamdan menga ham yasab berdi, yalinib yuribdi deb bitta o'quvchim yozib qoldilar. Agarda siz ham shu o'quvchimga o'xshab o'z biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sizni 30 minglik chegirmali kursimga taklif qilaman. Kursimda 50 xil diademalarni yasashni o'rganasiz. Yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun kommentariyada plyus qoldiring, o'zim sizga aloqaga chiqaman. Shoshiling, joylar soni juda ham kam qolgan.